Namangan shahar afsona villadan 4 sotixli jami 11 ta xonasi, plus yana bitta kattagina basseyniga ega villamiz sotiladi. Hovlimizdan kirganimizda shunaqangi ixchamgina koridorimiz bor. Prixoshka mebellarini ham chiroylilab qilib qo'yishgan. Bu tomondan ikkinchi etajimizga ham chiqsa bo'ladi. Kottejimizning xonalariga keladigan bo'lsak, kirganimizda o'ng tomonimizda shunaqangi kattagina hol qismimiz bor. Hol qismimizni ham ko'rib turibsiz, chiroyli mebel jihozlarni qilib qo'yilgan. Birinchi ko'radigan xonamizga keladigan bo'lsak, kirganimizda chap tomonimizda shunaqangi chiroyli kattagina mehmonxonamiz bor. Mehmonxonamizni ham ko'rib turibsiz. Barcha mebel jihozlarni qilib qo'yishgan. Mehmonxonamiz to'g'risida esa shunaqangi kattagina oshxonamiz bor. Bu xonamizni ham ko'rib turibsiz, barcha mebel jihozlariga ega maishiy texnikalarni ham eng zo'rlarini o'rnatib qo'yishgan. Oshxonamiz yonida esa yotoqxonamiz joylashgan. Ko'rib turibsiz, barcha mebel jihozlarini qilib qo'yishgan, ko'z quvontiradigan darajada. Hovlimiz oxirida esa birinchi etaj umumiy sanujelimiz bor. Birinchi etajga chiqishimizda podsvetkalarga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Dekoratsiyalarini esa chiroylilab qilib qo'yishgan. Ikkinchi etajga chiqqanimizda prixoshka mebellarni qilishgan. Bu tomondan balkon qismimizga ham chiqsa bo'ladi. O'ng tomonimizda esa shunaqangi kattagina studiya formatida remont mebel jihozlarini qilib qo'yilgan oshxonamiz bor. Bizning chap tomonimizga kirganimizda yana bitta shunaqangi kattagina hol qismimiz, bu tomonimizda ikkita kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, bu tomonimizda esa ikkita kichkinalar uchun mo'ljallangan yotoqxonalarimiz joylashgan. Yotoqxonalarimizda barcha mebel jihozlarini qilib qo'yishgan. To'g'rimizda esa shunaqangi kattagina sanuzelimimiz bor. Sanuzelimizga esa jakuzi vannalargacha o'rnatib qo'yishgan. Hovlimiz eng qiziq joyda, ishdan charchab kelganingizda, charchoqlaringizni shundoq chiqarib yuborish uchun o'zini ichida basseynlargacha ham qilib ketishgan. Alohida turetskiy saunalari ham bor. Saunadan chiqib, bu tomonga oshxonaga chiqib, maza qilib ovqatlanib, o'tirib dam olsangiz ham bo'ladi. O'zini ichida alohida sanujallari ham bor. Biz огородlarga chiroyli landshaftlarni qilib, qimmat gul va daraxtlarni ekib qo'yishgan. Hovlimiz manzili afsona villaga tushganimizda ko'prikdan o'tganni o'ng qo'ldagi ikkinchi ko'chada joylashgan. Narxlarini esa kelishamiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga telefon qiling.